Dada, mashina yuvib o'lib bitta kataysa qilib keligi mashina. Ay boring faqat mashina urmang, haymi ko'zingizga qarang bacham, hay. Kakrasizda bitta iltimosim bor. Men mashinalar yaxshi ko'raman-ku, bilasizki. Shuni dadam bir meni ishga qo'ysalar, mashin bor joyi, bir avtosalonmi, bir kattaroq joylari. O'zi aytsangiz tushunadilar dadam. Men mashinalar yaxshi ko'rishimni biladilar. Bacha ishlagingiz kelyapti. Bacha ichidagi dardini ayta olmay, men orqali senga yetkazdiryapti. Shunga bir bormi biror bir qiziqadigan ishlar, bilasanmi sen? Qiziqadigan ishimi? Ha. Qiziqadigan ishi bor, lekin bor. Bo'ldi-da, qo'yish kerak bacha. Bor. Bacham, endi ishga qo'yaman sizni. Kakras mashinalarga qiziqasiz-ku. Amaki, siz nima dedingiz? Mana to'g'ri tushuntirdingiz. Men bunchik bo'laman demadim-ku sizga. Hay, sen o'zing aybdorsan. Dadang yonda nimaga mashina ko'p mo'yka qilasan? Dadang seni mo'ykani yaxshi ko'radi deb mo'ykaxonaga ishlatgan. Yamonmi qilib o'tirgan ish. Beri garaj, garvaj, mashina mo'ykaxonasi. Bu qani? Qarachi, qanday zo'r mo'ykaxona. Dadang seni berib bilib ishga qo'yadi. Dada, endi mashina she'r olib kelavering, she'rda yuvaman endi. Mana Turon plaza bilan Sharq bozorchan o'rtasida. Elgin to'g'risida ekan. Garaj, garvaj.